Assalomu alaykum hurmatli dehqon akalar, gruppamiz ahli. Mana bugun 7-aprel 2026-yil Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Qo'shtepa qishlog'ida 5 gektarlik joyimizga mana silos uchun Xitoy Makka urug'ini ekish jarayoni yer a'lo darajada tayyorlangan, xudo xolisa. 5 gektarlik joyimizda ekyapmiz. Asosan mineral o'g'itlardan fosforli o'g'it, mahalliy amofos, sulfat ammoniy doridan ikkovidan qo'shgan holatda selkaga solib ekyapmiz. Ularda fosforli o'g'it juda zarur yerga. Sulfat ammoniy haqiqiy makkan dorisi, zarar ko'rganda qurt-qurmus qilarkan juda foydali. Silos uchun mana gektariga 100 tonnagacha 70-80 tonnadan hosildorligi yuqori bo'lgan makka urug'imizni ekish jarayoni bu yil mana xudo xolisa bultur yillari yurtimizda ko'p joylarda ekildi. Natijasi zo'r bo'ldi, a'lo darajada bo'ldi. Hosildorlik don silos yo'nalishi bo'yicha o'zini o'rnini mustahkamlab, yanada bir dehqonlarimiz ishonchini oqlagan holatda ekilayotgan urug'larimiz, navlarimiz mana xudo xolisa yaxshi niyatda dehqon akalarimiz yangi ekin yiliga mana urug'larni qadalyapti. Mana yer holati zo'r tayyorlangan. Mineral o'g'itlarni 200 kilodan fosforli, yana 100 kilodan shakardori sulfat ammoniy doridan bergan holatda ekin davom etyapti. Andijon viloyatida mana dehqon akalarimiz o'zlari mana akamiz ham mana pachkani ushlagan holatda harakatlanyapti. Qormay dehqon aka, charchamayapsizmi, tuzimsiz? Boshlaysizmi dehqonchilarda aka? Necha gektar yerga ekyapsiz aka bu? 5 gektar yerga ekyapmiz. Videolarni ko'rsak aka, atrofdan surishingiz hosildorlari yaxshi bo'lgan. Mana akamiz Masalan tavsiya qildi. Gektariga 80 tonnadan silos hosildorlik beramiz. 80-100 tonnagacha endi haligi ijtimoiy tarmoqlarga chiqib 120-150 tonna deb jar solish hojati yo'q. Realni 50 tonna bilan 80 tonna, ba'zi bir joylarda 100 tonnagacha hosil bergan dehqon akalarimiz nimalarni eshitganmiz. O'zini xursandchiliklarni biz bilan birga baham ko'rgan. Xitoy urug'imiz 67 navi. Lekin bu Xitoy navini ko'p navlarini tavsiya qilamiz. Ko'p navlari bor. Bu safar 67 ni ekilish jarayonini ko'rsatyapmiz. Bu yil bundan tashqari Xitoyda 936 yangi navini ham probaga Xitoydan olib kelib, hozir yana ko'p navlar ustida ishlanyapti va tajriba uchun ekilyapti. O'zbekiston sharoitida suvli, suvsiz joylarda qanday hosil berishini, xudo xolisa yildan yilga yana ham xalqimiz uchun yangi navlarni, yana ham hosildorlik jihatdan yuqori bo'lgan silos don yo'nalishi bo'yicha yangi navlarni tavsiya qilamiz. Xudo xolisa mana yangi ekin yili boshlandi. Xudodan so'rab mana boshlayapmiz. Xudo xolisa mana mineral o'g'itlardan so'ngan holatda mana dehqon akalarimiz ob-havoning injiqliklariga qaramasdan, kech bo'lishiga qaramasdan yaxshi niyat bilan yerga urug' qadashda davom etyapti. Uzoq yillik tajribaga ega dehqon akamiz mana mana shu yerda o'zini mutaxassisligidan kelib chiqqan holatda boshqa mana asosiy dehqon akamiz mana kelyapti. Dehqon aka hormang, charchamayapsizmi? Olyapsizmi, charchamay aka? Olyapsizmi, charchamayman. Rahmat aka. Uzoq yillardan beri aka siz bilan biz haligi nimadamiz, aloqadamiz. Qanday bo'lyapti aka hosildorliklar? Oldingi yillar haqida ma'lumot bering. Hosillar sizni qoniqtirdimi? Aka, mana shu urug'da o'zingiz tavsiya qilyapsiz. Mana 80 tonna deyapsiz. Alloh rizqimizni bersa, yaxshi qilsa qilamiz. Mana shu akani tonnalarni bersin. Xudo xolisa aytganingiz kelsin aka, bizga ham yaxshi natija bersa, sizga o'xshagan dehqonlar xursand bo'lsa, yana yiliga ukam yo akam sizga shu urug'dan bering, yaxshi bo'ldi deb xursand bo'lib telefon qilsanglar, xudo xolisa shu kerak aka. Xirmonga baraka aka, Alloh barakasini bersin, qilayotgan ishlaringizni xayrli qilsin. Sizlarga ishlaringizga omad. Rahmat aka, barakasini bersin. Xudo xolisa bu videomiz bosqichma-bosqich chiqish jarayoni, parvarishlash jarayonlarini, o'rim yig'im mahallada ham nasib qilibdi syomkalarni, tonnalarni, hosildorlikni birga baham ko'rgan holatda o'zingiz har qanaqada kelib turasiz, biz o'g'itlarni berganda sekin aniq qilamiz. Siz aytgan tonnalarni, aytgan o'g'itlarni beramiz, xudo xolisa, aytganingiz kelsa biz ham xursand. Rahmat aka, Xirmonga baraka. Mana Xitoy urug'larimiz aka ekishni tavsiya qilamiz. Sababi bizni O'zbekiston iqlimiga mutlaqo mos kelgan holatda, hech qanday stresslarga tushmagan holatda, lekin nima deydi? Suvni vaqtida bersa, parvarishni bersa, narxi ham o'rta holatda, qimmat emas. hosildorlik yuqori, O'zbekistonda tushuntirish shart emas. Juda ko'p dehqonlarimizni
hosildorlik qoniqtiryapti. Yildan yilga ozuqaviy chorva uchun ham ozuqa miqdori ham baland, mana donlari ham o'ta bir dumbili, donlik. Boshqa navlarga qaraganda boshqa navlarda bo'yi basti yaxshi bo'lishi mumkin, lekin don miqdori kam, quruq xashak, yashil massa bo'lib qolyapti, lekin bularda dumbili katta. Silos miqdori, don miqdori juda katta. Akalar salomat bo'linglar, xirmonga baraka. Bo'ling, rahmat sizga. Barakasini bersin.